Assalomu alaykum hammaga. Bizda soat ertalabki 7. Bog'chaga va maktabga tayyorgarlik ko'rish uchun uyg'onib oldik voqlidan. Bizda haligacha, Turkiyada haligacha maktablar yopilmagan. 26-iyungacha ochiq bo'lar ekan. Havo juda ham issiq, bolalar zo'rg'a maktabga borib kelishyapti. Tezroq yopilsa ham mayli edi. Nima demoqchi edim, biza qizlar bilan hozir juda ham zo'r joyga boramiz. Sizlarni ham birga olib ketaman o'zim bilan. Yoqadi degan umiddaman. Hozir tezda bolalarni bog'chaga va maktabga tashlaganimizdan keyin chiroyli manzilga boramiz. Ayla. Gidiyorum ya ben fabrikada sen. Fatoş. Bolalarni bog'chaga tashlab kofe olgani keldik. Sohil bo'yida kofe oladigan joy yo'qligi uchun bu tarafdan sal sohildan uzoqroqda joydamiz. Qaranglar, atrofni sizlarga ko'rsataman. Turkiyada juda ham tashqarida o'tiriladigan atmosferalarni juda ham yaxshi ko'rishadi. Bizda qanchalik hashamatli kafe restoranlar bor bo'lsa, bular bog'da, ochiq havoda yoki dengiz bo'yida o'tirishni yaxshi ko'rishadi. Kofe juda ham yaxshi ko'rishadi. Bilmayman nimaga bunchalik darajada. Men unchalik yaxshi ko'rmayman, lekin orada foydali bo'lgan shakarsiz kofelarni ichib turaman ularga sherik bo'lish uchun. Sizlarga aytgan manzilimizga yetib keldik. Qizlar bilan birga kanoga minmoqchimiz. Kano o'zbekchalab nima bo'ladi? To'g'risini aytsam, tarjimasini topa olmadim. Agar mabodo tarjimasini bilsanglar, kommentariyalarda yozib qoldirsanglar, men ham o'rganib olgan bo'lardim. Qizlar dengiz bo'yida velosiped minishar ekan. Qaysi birini minsak ekan deb muhokama qilamiz. Bunimi yoki bunimi yoki velosipedni. Defne Hanım gidiyor. Bir şey söyleyeceğim. İpleri geçebiliyoruz mu? Dostlayacak. Abla bastır şimdi. Halimeden bir tane çekilir. Çekin. Bir arkadan. Sen gelecek misin? Ona göre biz çıkıyoruz birazdan. Men ham minib oldim o'zimcha. Ya'ni telefonimni olganman, telefon tushib ketsa nima bo'ladi bilmayman. Qizlar burada. Men ozgina uzoqlashdim. Qizlar esa bu tarafda. Bu yerda o'tirib olib jonli efir qilsam. Tushib ketsam, voy xudo saqlasin. Sochim ahvolini yana patay bo'lib ketdi. Men sochlarimni ozgina tekislasam, anaqa nima deydi, Turkiyada havolar влажность rosa nima-yu, baland-ku, o'shaning uchun ham tez jingali bo'lib ketadi yana. Ozgina dengizga tushish ehtimoli bor deb baribir ham nima bo'ladi, sochimni tekislasam ham, ukladka qilsam ham buziladi deb hech narsa qilmasdan chiqib ketdim. Xullas, qisqa qilib aytganda, sochimni muhokama qilmaylar. Jonli efirda juda ko'p muhokama qilinadi, o'shaning uchun ham. Fatosh Hanım. Senin telefonun bu şeyin aslında. Evet. To'g'risini aytsam, birinchi marta kanoga minishim boshida juda ham qiynaldim. Meni eng yaqin dugonam suv sportlariga juda ham qiziqadi. Anchadan beri surishtirib yurgan edik. Bunga mina olamizmi, qanaqa bo'lar ekan, tushib ketamizmi deb. Lekin juda ham oson ekan. Sirini o'rganib olganingizdan keyin tez minish imkoni bor, lekin
to'lqinli dengizlarda umuman tavsiya qilmayman. Rostayam tushib ketish ehtimoli baland. Bel kuragimizni suvni ichiga ko'p ham kirmasligini bilganimdan keyin, kirmasligi kerakligini bilganimdan keyin to'g'rirog'i bildimki tezroq ketish ehtimolimiz bor ekan. Men suvni ichiga qanchalik ko'p kirsa shunchalik tez keta olaman deb o'ylagandim, lekin unaqa emas ekan. Ozgina o'rganganimdan keyin juda ham uzoq masofalarga bordim, juda ham chiroyli uylarni ko'rdim, lekin telefonim dugonamda qolib ketganligi uchun u taraflarda video ola olmadim. Istanbulda hozir juda ham mashhur bo'lgan, turistlar ham hattoki ko'p minishadi kanoga yoki velosipedga. Agar xohlasanglar Istanbulga kelganinglarda ishinglar tushsa, Haliç tarafiga borsanglar, u taraflarda bu narsalarni topishinglar mumkin. Bizlarning mahallamizga endi yetib keldi. Biz ham qiziqib minib ko'rdik. Istanbuldagi narxlardan umuman xabarim yo'q, lekin bizga taraflarda arzon, menimcha juda ham arzon. Hattoki bitta dugonam aytdiki, Istanbulda bu narxlarga bu narsani minish imkoni yo'q deb aytdi. Yana bilmadim. Boya aytganimdek, Istanbuldagi narxlardan umuman xabarim yo'q. Hattoki yaqinda bu kano bo'yicha musobaqa bo'lar ekan, yutib olgan odamga 0,5 gram oltin berilar ekan. Biz qizlar bilan qo'shilsaymikan musobaqaga deb rosa kulishdik. Oltin yutib olishimiz shart emas, zato qiziq bo'ladi deb. Şeynaz sola dön sola. Yalıların o tarafa Şeynaz. Aa, bir şey takıldı. Pedalime yosun takıldı. Ne takıldı? Yosun takıldı peçeye. Dur bekle. Çevrilmiyor. Kaldı böyle. Cansu buna gelmeliydi ya. Kızım bu kadar keyif alacağımı bilmiyordum biliyor musun? Adamın nasıl olduğum zaman mutlaka geldim. To'g'rida ko'rgan uylar hammasi yalı deyiladi turkcha qilib aytganda. Ko'p qavatli dengiz bo'yida joylashgan uydan darrov dengizga tushish mumkin. Hattoki yaxtalar keladi uy bo'yiga. Ba'zi bir uy egalarini o'zini shaxsiy yaxtalari bo'ladi. Uyini bog' tarafidan dengizga chiqib yoki dengizga kirishadi yoki yaxtasiga minib Istanbulga keta olishadi. Hattoki Istanbulda dengiz taksilari ham bo'ladi. Faqat dengiz orqali ketadigan taksilar Turkiyaning seriallarida ko'rgan bo'lsanglar kerak. Ayniqsa Yalı Chapkini degan bitta serial bor edi. Juda ham mashhur, O'zbekistonda ham ko'rishardi. Koşamam abi. Evleri kıskanıyorum yani. Kesinlikle çok güzeller. Bahçesi Harika. özellikle şu ev bak. Baksana dedim kapatmış. Evet. Diyorlar ki. Evet. Sinanlar bari. Şu gri olan da satılıkmış. Hangisi? Hepimiz toplarsak alamaz mıyız ya? Gerçekten bak ciddiyim ya, ne olacak ki ya? Bir an olacak. Burası şey değil mi? Yani bütün kat bir ev yani. Evet. Çok büyük. Şu an oranın temizliğini düşünüyorum. Hepimiz tutarsak. Şey oluyor ya hayallerim. Kızlar kürek selamı verin çekeyim size. Ayak da yoruyor ha insanı bu arada. Ne? Ayak da yoruyor insanı. Benim sıradan Neden bana bir tane almadın sepetine? Aklıma gelmedi şöyle. Tam çıktım kıyıda içiyorum. Hadi geldiğinde atmıştım. Atıyorum artık. Tamam. Shuncha suv sporti bilan shug'ullanib
nonushtaga keldik. Va uyga qaytganimdan keyin esa kafega tushib shuncha yig'ilib qolgan idish-tovoqlarni hammasini tezda posudamykaga joylashtirib tashladim. Kafe haqida ko'p savollar kelyapti oxirgi paytlar. Kanalimga ko'plar yangi qo'shilganlar juda ham ko'p. Bu haqda alohida ma'lumot berib o'taman. Hammani eng yaxshi ko'rgan mavsumi, meni esa eng yomon ko'rgan mavsumimizga yetib keldik. Yoz oylari menda allergiya boshlanadi. Ko'zlarim qishib ketadi. Oldinlari esinglarda bo'lsa burnim bitib qolib, nima deydim, ovozim ham hattoki o'zgarib qolardi. Xudoga shukr, hozir sal bo'lsa ham u narsalar bo'lmayotganligi uchun, menda bunchalik darajada o'zgarish bo'lmayotganligi uchun xudoga shukr deb yuribman, lekin ko'zlarim bir xilpat shunaqangi qip-qizil bo'lib ketadiki, ko'plar menga yig'ladingmi deb aytishadi-da. Bilmayman nimadan, ko'p tekshirtiraman, haligacha nimadan allergiyam borligini topisha olmadi. O'zbekistonda allergiya bo'lmayman, lekin Turkiyada har doim yoz oylarida qiynalaman. Makiyaj ham qila olmayman. Ko'p videolarimda ahamiyat bergan bo'lsanglar, endi bundan keyin to'g'riroq ahamiyat beradigan bo'lsanglar, ko'p videolarimda ochkida bo'lishim mumkin. Hozirdan uzr so'rayman, chunki makiyaj qila olmaganligim uchun sal g'alatiroq ko'rinish bo'lmasligi uchun ochki bilan chiqishga majburman. Tush sura olmayman, o'zi unchalik bo'yanavermayman, ammo o'zinglar bilasizlar-ku. Turkiyada juda ham yoz oylarini yaxshi ko'rishadi turklar, chunki dam oladigan joylar ko'p, boriladigan joylar ko'p. U joylarni sog'inishadi. Men esa unchalik yaxshi ko'rmayman. Nimaga bu narsani aytyapman? Ko'plar aytishadi-da, bo'yanib yurmaysizmi, o'zingizga qarab olmaysizmi, sochingiz patek, u edi, bu edi, xullas juda ko'p muhokama qilishadi. Bizani O'zbekistonda shunaqa fikr bor. Bloger bo'lsang, juda ham yasanib yurishing shart. Bilmayman nimaga hamma shu narsaga o'rganib qolgan. Men xohlamayman to'g'risi. Unchalik ham bo'yanib nima qilish yoki biron kimga chiroyli ko'rinish niyatim yo'q, xullas qisqa qilib aytganda. Menimcha bloger hammaligi bir xil bo'lib, bo'yanib yoki labini xishirib yoki botoks qilib yoki burun botlarini xishirib yurishga majbur emas, menimcha. Bu mening shaxsiy fikrim, xullas. Oldindan aytib qo'yibman, agar mabodo g'ashilarga tegadigan bo'lsa deb, ochkilarda ko'p video olishim mumkin, chunki yozda allergiyam bor. Ko'plar oldindan kuzatganlar bilishadi buni. Videomni shu yerda tugata qolaman. O'sha kech bo'lib qoldi, bolalar ham uxlashdi. Ertaga yana davom ettiramiz inshaalloh vloglarimizni. Hammaga xayrli va barakali kun tilab qolaman. Allohga omonat bo'linglar.